Assalomu alaykum. Hozir sizlarga har bir tijoratchi uchun suv bilan havodek zarur bo'lgan bir funksiyamizni namoyish qilamiz. Buning uchun mana shu umumiy hisobot degan tugmani bosiladi. Mana shunday bir lavhaga duch kelamiz. Har bir ish egasi uchun mehnatining natijasini kuzatib borish nihoyatda muhim. Samarali boshqaruv faqat aniq va doimiy tahlil orqali amalga oshiriladi. Biz sizga har bir soniyada ishingiz qay darajada ketayotganini ko'rsatib beradigan dasturni taqdim etamiz. Muhasib Pro yordamida sof foydangizni grafik ko'rinishida yil, oy va kun kesimida tahlil qilishingiz mumkin. Grafikdagi har bir ustun sizning kundalik mehnatingiz natijasidir. Sariq ustunlar mana ko'rsatib turibman. Sariq ustunlar bugungacha to'plangan sof foyda. Mana ko'rib turibmizki, kunlar bo'yicha ketayotganimizda birinchi kunda bugungacha bo'lgan foyda yo'q, chunki bugungacha bu oyning birinchi kuni bugungacha bo'lgan narsa bu grafikka kirmaydi. Keyingisida mana birinchi kunni asos qilib olyapti. Uni ustiga yuksalish bor, mana yashil rangda o'sha yuksalish bugungi kun ko'rilgan foyda. Tagidagi sarig'i esa bugungacha bo'lgan sof foyda. Shuna qilib bu yerdagi hamma kunlar jamlanadi. Yana bitta narsaki, agar bugungi foydamiz, zararimiz bir-biridan ayrilganda zarar ko'p chiqadigan bo'lsa, grafikda o'sha zarar qizil pasayish qilib ko'rsatiladi. Bu qizil pasayish bugungacha bo'lgan foydadan ayrilib, mana keyingi kunga pastroq bo'lib o'tyapti, ayrilgan chunki. Keyingi kunning foydasi yana qo'shilib, u keyingi kunga kirish bo'lyapti. Shuna qilib bu grafikdagi har bir kunlar bir-biriga qo'shilib oyga shakllantiradi. Mana oldingi oy 59 so'm bilan kirib kelgan bo'lsak, bu oy 106 so'm 43 teng foyda qildik bo'lyapti. Mana shu oydagi hamma foyda zararlarni qo'shib sof foyda chiqarganda shunaqa bo'ladi. Bu yoq tepadagi yillarda ham o'zini aksini topadi. Mana shu 25-yillarni hammasini qo'shadida 25-yilni 24-yilni qoldig'i mana bu sof foydasi. Keyin 25-yilda umuman topilgan narsani qo'yadi ustiga. Ko'rib turganingizdek juda ham ko'rishga qulay. Bu narsa ko'pchilikda bo'lmagani uchun odamlar biznesini qay tarafga qarab ketayotganini bilmaydi. Shuni orqasidan ko'pchilik bankrotlikka yuz tutadi. Sizlarga bizga bermoqchi bo'lgan narsamizda eng foydaligi ham shu bo'lsa kerak balki. Bunga qarab tijoratchi o'zini strategik yo'nalishlarini aniqlaydi. Zarar ketayotgan bo'lsa ishni to'xtatadi, foydada ketayotgan bo'lsa yana sarmoya qo'shadi, yana mollarni olib kiradi va hokazo. Bunga yetkazmoqchi bo'lgan narsamiz shu edi. E'tiboringiz uchun rahmat.